Hammaga salom. Abrondilus kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoda sizlar bilan eventda tarkib tuzamiz. Hop, taktik sxema. Tur 1-3-2 taktik sxemasini tanlaymiz. Bizga Messi kapitan 90 reytingli Messi. Albatta hamma Messini tanlagan bo'lsa kerak. Ter Stegen 80 reytingli. Di Marco 84 reyting bo'lgan Di Marconi olamiz albatta. Hozircha tarkibimiz ancha yaxshi. Agar o'rtada pauza qilib video ko'ramiz, chunki tarkibimiz omadi kelmasa. Hop, Araujo 79 reytingli. Video ko'ramiz unda azizlar. Mana ko'rishinglar mumkin. Video ko'rdik. Baribir foydasi bo'lmadi. Konstant tanlab qo'ya qolamiz. Tezligi yaxshi ekan. Albatta. Hech qanaqa gap so'zsiz Gabriel Dumfries Interdan o'zi ikkita o'yin chiqdi. Hop. Qiyin masala McAllister yoki Sambo Aguinsa. McAllister qaysi jamoada o'ynaydi? Sizlarga savol. Kommentariyada yozib ketinglar. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishim esdan chiqmasin. O'zimiz ofitsialniy duoyimizni boshladik unda. Kim videoga like bosib, obuna bo'lgan bo'lsa, dalasidagi akkauntlar chotki bo'lib, telefonlar zo'rib ketsin. Agar like bosmagan, obuna ham bosmagan bo'lsa, dalasidagi akkaunti ban olib uxlab ketsin. Hop, o'zimiz ofitsialniy duoni o'qib oldik. Bellingham 84 reytingga tushgan. 84 reytingga tushgan bo'lsa ham Bellingham tanlaymiz albatta. O'Reilly, McTominay, Fabian Ruiz, Vitinha hozir Pedri bilan ikkalasi olmos yarim himoyachilar. Rodrigo reytingi tushdi ancha. Rodrigo ham 81 reyting. Safonov. Bizga bitta himoyachi kerak yaxshiroq. Alonsoni qaysi jamoada o'ynagan Alonso? Topganlar kommentariyaga jamoa nomini yozish esdan chiqmasin. Albatta Van de Ven. Tezligi juda ham yaxshi. Hop, bizga Arda Güler. Bu yerda o'zi yaxshiroq o'yinchi yo'q. Bitta Gonzales bor, City'da o'ynaydigan, lekin tezlik past. Shuning uchun ortda. Antoni haqiqiy goat. Mana shu. Openda Aubameyang. Openda tanlaymiz, tezligi yaxshi. Hop. Marcus Rashford 79 reytingli. Mana tarkibimizni ko'rishinglar mumkin. Yomon tarkib bo'lmadi. Hozir ko'rasizlar. Hop, McTominay to'p qo'yishi yaxshi. Shu tarkib menimcha zo'r tarkib bo'lsa kerak. Mana ko'rishinglar mumkin. Tarkibimiz normalniy ancha yaxshi chiqdi. Shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqansa kommentariyaga fikrlar qoldiringlar. Shu jamoaga 1 dan 10 balli sistemada o'zinglar ballilar berib ketinglar. Shu bilan video yakunlandi. Hammaga rahmat.